Joriy yilning 13-aprel kuni poytaxtimiz 7-Toshkent xalqaro marafoniga mezbonlik qiladi. Yangi O'zbekiston bog'ida bo'lib o'tadigan yirik ommaviy sport tadbirida fuqaroligidan qat'iy nazar professional sportchilar ham, havaskorlar ham ishtirok etishlari mumkin. Ayni kunlarda tashkiliy qo'mita a'zolari bo'lajak yugurish musobaqasini yuqori darajada o'tkazishga jiddiy tayyorgarlik ko'rishyapti. Bu yil 42 kilometrlik marafon, 21 kilometrlik yarim marafon va 10 kilometr masofaga yugurish trassalari Yangi O'zbekiston bog'iga tutash yo'l bo'ylab o'tadi. 3 kilometr masofaga yugurish bellashuvlari esa bevosita bog' hududida tashkil etiladi. 7-Toshkent xalqaro marafonining mukofot jamg'armasi 639 million so'mni tashkil qilgan. Bunga qo'shimcha ravishda erkaklar va ayollar o'rtasida marafon masofasida O'zbekiston milliy rekordini o'rnatganlarga 15 million so'm, yarim marafon masofasida esa 10 million so'm ajratiladi. Marafonda barcha xohlovchilar, fuqaroligidan qat'iy nazar, professional sportchilar ham, havaskorlar ham ishtirok etishlari mumkin. 42, 21, 10 kilometr hamda 3 kilometr masofaga yugurish va shimolchi yurish musobaqalarida 15 yoshdan oshgan erkaklar va ayollar ishtirok etishlariga ruxsat berilgan. Yugurish marafonidan bir kun ilgari 12-aprelda yana bir qator dasturlar bo'yicha, jumladan 12 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun Kids Run, imkoniyati cheklangan odamlar uchun poyga hamda shimoliy yurish bo'yicha musobaqalar tashkil qilinishi belgilangan. Yugurish bahslari boshlanish vaqtlariga to'xtaladigan bo'lsak, 13-aprel kuni soat 6:00 da 42 kilometr va 21 kilometr, 11:00 da esa 10 kilometr masofaga yugurish uchun start beriladi. 12-aprel kunidagi musobaqalar rejasiga ko'ra 15:00 da bolalar uchun start berilishi ko'zda tutilgan. Shimoliy yurish va 3 kilometr masofaga yuguruvchilar 15:30 dan poygani boshlashadi.